Assalomu alaykum barcha ukalarimizga. Agar kirdi chiqdiga Krasnoyarskdan Qozog'istonga borib kelayotgan aka-ukalar bo'lsa, mana pastdagi nomerga aloqaga chiqasizlar. Moshin lehkovoy komfort moshin olib borib kelinadi. Bexavotir. Sprinter yo 8-9 odam ketayotganlik emas. 4 kishini olib 1,5 sutka 2 sutkaga sog' salomat olib borib keladi. Bulardan xavotir olmanglar. Agar kimni nima vaprosi bo'lsa, mana shu pastdagi nomerlarga telefon qilinglar. Har juma kuni xudo xolasa yo'lga chiqadi. Juma kuni. Odam tezroq bo'lib qolsa, tezroq ham chiqiladi yo'lga. Ulardan xavotir bo'lmanglar. Keyin do'stlarim, mana bu hozir dokument masalasi, reyestr nima bo'lyapti, botag'im qaysi nima bo'lyapti deydi. Zolotay koronadan qarzi bor yo boshqalar granitsadan kirdi chiqdiga qandoq bo'lyapti deganlarga qarzina bo'lsa ham, reyestrga tushgan bo'lsa ham granitsadan sog' salomat o'tib qaytibdi hamma. Ulardan xavotir olmanglar. Bu videoni like bilan tarqatamiz.